o'tgan safar qo'ygan videomizdan keyin sizga ko'plab murojaatlar bo'libdi. Telefon orqali, boshqa orqali molxonani qurilishi haqida. Molxona qurib berasizmi degan taklif ham bo'libdi. Ha. Xudo xolasa, ashi odamlarga masalan bizdan yosh bo'lganimiz uchun so'ragani uchun ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Videomizni 22 mingdan oshiq odam ko'ribdi, xudo xolasa. Har bitta odamdan, ko'rgan odamlarga ham hali vaqtini o'tkazib, shuncha himmat qilib ko'rgani uchun ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Videoni oxiriga to'g'ri ko'ringlar. Xudo xolasa o'tgan safargi videomizni ko'rmaganlarga ham tavsiya qilamiz. O'tgan safargi videoni ham bitta ko'ringlar. Bu safargisini ham ko'ringlar. Ancha manfaatli bo'ladi xudo xolasa videomiz. Molxonamizni jinday xo'jalik o'zimizning uyimizda kichkinagina qilib molxona qilganmiz. Juda ko'pchilik telefon qildi. Endi bu molxonamiz asl ko'rinishi ham molxona, ham qo'yxonada. Endi nima deydi? Kimdir mol boqadi, molga chicha qiynalib qolsa, molni sotib qo'y boqaman deydi. Qo'yxona qilish uchun ancha yugurib borda. Bizda unaqa holat emas. Alohida joy qilib o'tirilmaydi. Alohida joy qilib ham o'tirilmaydi. Shu qo'yni bozordan olasiz. Uyga kelgunizga to'g'ri, xudo xolasa, molxona qo'yxonaga aylanadi. Shu darajada. Shularni mana bunday razmerini ham bo'lmasa aytib o'tadigan bo'lsak. Tushuntirib ko'rsataylik. Mana qo'yxonamizni ilib tayyor qilib qo'ydik. Xudo xolasa, buni mana molxona ochiq holati. Buni oxirida bunday qilsak bo'ldi. Bu qo'yxonada mana. Ko'ringlar, o'zi to'silib qoladi mana. Har bitta joyi, har bittasini xuddi shunaqa to'ralovini ham oxiri bor. Tayyor qilingan. Har bitta mana shu oraliqqa 3 tadan o'rtacha 60 kilolik qo'y sig'adi. Yo'q, 3 emas. Katta qo'y xudo xolasa. 100 kilo atrofida. 100 kilolik atrofida qo'ylar. Masalan, kichkinasini baqib turib, bu katta 2-3 oy bo'lsa 60 kilo, 65 kilo bo'yinga to'g'ri 3 ta qo'y qiynalmasdan xudo xolasa bunday katta bo'ladi. Buni shunday olamizda yozgi kunida, masalan, mol baqayotganimizda. Buni shunday ko'tarsak, mana bu shunday men qo'yib qo'yamiz. Bu qo'yxona. Endi buni razmerini ko'pchilik telefon qildi, aka nechiga qilgansiz? Yana necha bo'lgan, uzunligi necha bo'lgan deb juda ko'pchilik so'radi. Masalan, endi shuni erinmasdan batafsil o'lchab ko'rsatib bersak, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Buni albatta o'lchaymiz. Mana enini bitta o'lchaylik, xudo xolasa. Bu 30. Mana har bitta molxonamizni oralig'i 1.30 keladi. Masalan, uzunligiga o'tingda. Uzunligini ham ko'ramiz. Uzunligi mana 1.80. 1.80 ga 1.30 qilib, shunaqa qilib oraliq qilib to'ssa, xudo xolasa ham mol, ham qo'y baqsa bo'laveradi. Xudo xolasa mollarimizni ko'ryapsizlar, hammasi go'shtdor. Bu narsaga mollarni olayotganda ham ancha haligi nima deydi, sifatiga qarab, go'shtdorligiga qarab olgani ancha yaxshi bo'ladi, xudo xolasa o'zgarishi ham zo'r bo'ladi. Keyin aka, men o'qib chiqdim, kommentariylarda juda bir ajoyib fikrlar bo'libdi. Molni shaqidan tepaga osib qo'yibsan, shunga o'xshagan gaplar hamda endi. Sababini ham tushuntirib o'taylik. Molni shaqidan tepaga osib bahmiymiz molni. O'tgan safargi videoyimizda mollarni endi kallasini mana qilib yegib olmasin deb turib, shu 15 minutlik video qilgan bo'lsak, 15 minutga bir osib qo'yganimiz yo'q. Shunchaki shaqini ko'tarib, shunchaki baylab qo'ydik. Mollar xudo xolasa osilmaydi. Mollar qiynalmaydi, xudo xolasa osongina baqiladi. Shunchaki ash 15 minutga. Endi kommentariyada har xil fikrlar bo'ldi. Har bitta kommentariya yozgan odamdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Kimdir yaxshi fikrda yozdi, kimdir yomon fikrda yozdi. Bitta yomon fikrda yozgani to'g'risi bittasiga jinday ichim og'ridi. Sal yomonroq fikrda yozibdi. Mollarni shaqidan osib qo'yibsan, yana o'zingdan qorini yaqyapsan degan bir fikr bo'libdi. Ash kommentariyaga qolgan hali so'kkanlarga ahamiyat qilmadi. O'zi masalan tanqid xudo xolasa yaxshi narsa. Sizni o'sishga sabab bo'ladi. O'zingdan qorin yaqyapsan, biz o'zimizdan qorin yasab olmaymiz. Gunohkor bandamiz, hammamiz ham ayb qilamiz. Bilmasdan hammamiz ham ayb qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Biz bu narsani shunchaki o'zimiz uchun bu kiyimni kiyamiz, akalar. Kiyimga iltimoslardan ahamiyat qilmaylar. Endi kimdir kalta kiyinib yuradi, kimdir uzunroq kiyinib yuradi. Hamma uchun o'zi uchun shu narsa. Yana nima ekan? Savol. Yemog'i, masalan, ozuqasi, ko'pchilik yemog'ini haligi to'g'irlash uchun axlatiga qadaladida, axlatini ham mana bitta axlatini mana ahamiyat qilinglar. Mana axlati mana ko'ryapsizlar, mana ezib qo'yibdi. Mana axlati xudo xolasa yemog'iga juda katta ta'sir qiladi. Men axlatiga har kuni e'tibor qilaman. Har kuni e'tibor qilaman axlatiga. Bu narsa mana shunday tushganda sal-bal yayilish kerak. Axlatiga e'tibor qilish kerak. Parda bo'lish kerak. Silliq parda sifat molda hayvonda parda sifat nima qilsa, ichib kelsa, ashin molni o'zgarishi zo'r bo'ladi. O'zgarishi nihoyatda zo'r bo'ladi. Bilib olsa bo'ladi. O'zgarishini nihoyatda zo'r bilib olsa bo'ladi. Ash narsaga ham ahamiyat berganmiz. Hattoki, masalan, uyda
endi vaqt kelsa o'zimiz ko'chada bu yoqda bo'lib qolamiz. Molxonani qurishda hamma yoqqa ahamiyat qilganmiz, go'ngi ham mashaka tushadi-da. Ayollar qarab qolishi mumkin-da bizda. Go'ngini shunday olinadi, bu yoqqa tashalinadi. Shu darajada haligi qilayotgan odamlarga masalan qulaylik qilish kerak-da odam o'zi uchun. Masalan ko'chada yo ish bilan yo safarga u yoqqa chiqib qolishingiz mumkin. Hatto suv berishdagi ham bitta ahamiyat qiladigan joy mana kelin. Suv berishni ham mana oldilariga mollarni mana oldiga mana qilib bochka qilib qo'yganmiz. Suv постоянный turadi. Paqirda suv olib kelib, toshib yurilmaydi, eng qizig'i bu yerda. Osongina mana umuman qiynalmaydik. Ayol kishi qaraydimi, erkak kishi qaraydimi? Uni kranini ochib qo'yinglar. Ikkita kranni qo'yib qo'yganmiz mana. Shunday qilsak, mana suv tushaveradi mana. Xomga 1 tonnalik bochka qilib qo'yganmiz. Xom zahira, ha, doim 1 tonna suv borib qo'yamiz. Suv yo'qolib qolishi mumkin, borib qolishi mumkin. Suvni shunday qilib beriladi. Bo'ldi. Xudo xolisa. Endi bu narsani mana shunaqa qilib yangi molxona qurayotganlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolisa yaxshi, zo'r bo'ladi. Endi buni yen jarayonlariga o'tadigan bo'lsak, masalan, qanaqa ukollar qilinadi, qanaqa vitaminlar qilinadi. Ashlarga ham bitta to'xtalib o'tsak, ukollar qilinganmi bularga o'zi? Hammasiga ukollar qilingan. Uyingda mana men ukollarni men mana ko'rsataman men. O'zi aslida bir oydan keyin qo'ymoqchi edik. Uni lekin bizga savollar ko'p bo'lib ketdi. Savol ko'p bo'ldi, telefon ham ko'p bo'ldi. Har bitta masalan kommentariya yozgan odamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi gap bilanmi, yomon gap bilanmi? Masalan, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa tanqid aytyapmiz, bizni aniqlar. Ukollarimiz xudo xolasa buni Body Force degan ukolimiz bor. Mana shuni 2 yildan beri mol baqaman, qo'y baqaman, to'g'risi, mashindan qilib kelaman. Masalan, trivesiga qarab turib, taxminan 350 kiloga to'g'ri, 300 kilo, 350 kiloga to'g'ri bo'lgan, trives 300 kilo, 350 kiloga to'g'ri bo'lgan mollarimizga 10 grammdan. Masalan, 450 kilo, 500 kilo tetasiga to'g'ri 20 grammdan bu narsani qilaman. Xudo xolasa men yeyishida ham o'zgarish bo'ladi, semirishida ham o'zgarish bo'ladi. Endi nima deydi, yeyotgan yemini 80%, 70%ni o'ziga oldirar ekanda. Men bu narsani anchadan beri bildim. Buni endi birinchi o'rinda Evermectin qilinadi, kitkanasiga, to'g'risi. Ikkinchi o'rinda to'g'risi bundan qilamiz. Keyin butasal, butachen, masalan, qonni aylanish, qonni suyultirib, aylanishiga bu mashlarni buni o'zini ham ishlab chiqarishyapti ekan. Butachanni, shu qon aylanishini yaxshi qiladi. Chunki moni foydasini bilganman-da. Shuning uchun buni bulardan ham olib keldim. Hali qilmadim lekin. Butasal qilganman oldin mana. Butachen, ulardan qilganman oldin. Endi buni o'zlari chiqarayotganini bilib turib, endi bundan ham olib keldim. Endi yen tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'tsak, ha, yen tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ketdik. Yen tayyorlashimizdan ancha qiziq, siz ma'lumot berishingiz bo'lsa. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa, yen tayyorlash. Ketdik endi. Yem tayyorlaydigan joyimizga keldik, xudo xolasa. Yemlarni aniq, xudo xolasa, kilolari bilan hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kuzatinglar bizni. Bu kepay, ha? Bu kepay. Bu kepay, admiral kepay. Endi o'zimiz oddiy kepay, shu vodiydagi xudo xolasa bu admiral kepay eng haligi nima deydi, yaxshi kepaylardan biri deb bilaman. Kimdir boshqa kepay berishi mumkin sifat jihatdan. Masalan, bunday qaraganingizda qaysi kepay bilmayman, 50 xil bo'lib ketganmi. Bunday qarasangiz 10 likka o'xshab turadi-da, lekin bersiz effekt bo'lmaydi. Ichida endi oqshoqlari, endi o'zini qo'shadigan qandaydir moddalar 10 likka ko'rsataveradi-da. Mana shu admiral kepayni men oddiy bir narsada masalan bilganman, oddiy. Masalan, uyda molingiz bor, hayvoningiz bor. Sigiringiz bor deylik, ha? 5 litr sut beryapti. Boshqa kepay beryapsiz. Mana shu admiraldan olib beringda 3 kun ichida 5 litr sut berayotgan mol, mana shu admiralda oshadi. Oshadi. Hech bo'lmasa 1 piyola 200 grammga oshadi-da. Men admiralni yaxshi kepay deb bilaman. Kepay. Bu makkani uni. Bez anaqa nimasi? Mardagi yo'q. Quruq makkani o'zi. So'tasi yo'q. Mardagi yo'q. Buni kunjara. Mana kunjarani ham ko'ryapsizlar. Ha, o'zimizning zavod. To'g'risi bu Toshkent Yangiyo'l kunjara, yog'li kunjara. Xudo xolasa kunjarani eng zo'ri mashi deb bilaman. Bu arpa. Qo'ndi. Maydalangan. Shunday tegirmondan chiqarib olganmiz. Bu arpa. Shu 4 xil yem. Undan tashqari ularga qo'shiladigan narsa bu tuz. Tuz qo'shiladi. Bu tuz. 50 kilo kepay, 50 kilo makkun, 50 kilo kunjara, 50 kilo arpa. 12 kilo, 12 kilo tuz. 50 kilo 50 kilo. Ha, mana 200 kilo narsaga 12 kilo tuz qo'shiladi. Endi buni tayyorlash jarayonimizni ko'rsatsak. Qanday tayyorlanadi? Bunday qilamiz. Aralashtiriladi. Ha, 50 kilo. Hammasi 50 kilodan bular aralashtiriladi. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yinglar. Ha, mehnatni
Qadrlar bitta like bosinglar. Bunga qo'shiladigan narsalarni ham hozir bitta bo'lmas. Yana qo'shimchalar bor. Ha, qo'shimchalar bor. Kunjalarni ham ko'ryapsizmi? Ha, kunjalar. Mana shu kunjalarni tavsiya qilaman. Zo'r kunjalar. Sizdan qo'shiladimi? Sizdan qo'shiladi. Hozir to'xtab turing. Xo'p. Yana qo'shimcha sirlari bormi buni? Ha, buni qo'shimcha sirlari bor, xudo xolasa. Tayyor qilib aralashtirib qo'yiladi. Ha, tayyor qilib buni qani tuzimiz. Tayyor qilib 200 kiloga 12 kilo esinglardan chiqmasin. Mollarimizdan yayra deydi ekan o'zi ham. Ha, yayra xudo xolasa yeydi. Xudo xolasa hammasini solamiz. Endi aralashtiramiz mana. Erinmash kerak-da buni. Ha, erinmas. Erinmasdan qilish kerak. Aslida aralashmamiz ham zo'r bo'lib qoladi. Hozir yemimiz tayyor holatga keldi. Xudo xolasa tayyor holatga keldi. Yaxshilab 50 kilo arpa un, 50 kilo kepay, 50 kilo kunjara, makkun 50 kilo, 12 kilo tuzni aralashtirib, xuddi shunaqa qilib mana shu idishlarga kunni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa. O'zingiz aytgandek zahira qilib qo'yiladi. Zahira qilib, o'zgarmaydi yem. Yem olayotganda arzon payti olish kerak-da. Hozir kunjaralar 6,5 ming, 7 ming olib ketganda, kepaylar ham 85 ming. Men kepayni 57 ming olganman. Kunjarani 4700 so'm olganman. O'yla, makkunni 3800 dan mikan olganman. Hamma tomondan foydada. Masalan, 4 ta mol baqish o'rniga 3 ta mol baqib turib, bitta molni pulini yemga oling. Aslida 4 ta moldan ko'ra yaxshiroq foyda qilasiz. 50 kilo olib kelganingizda. Yem bir xil ratsion bo'lsa, bir xilda kunjara doimiy aytyapsizmi? 5 oy baqamiz, 5 oyda bir xil yemaydi-da. O'zgarmaydi. Ha, bir xil yemaydi. Yem o'zgarganda ham hayvonning o'zgarishiga ta'sir bo'lib qoladi-da baribir. Ha, kunjarangiz yaxshi yomon yoki kepayingiz yaxshi yomon bo'lib qoladi-da. Yaxshi o'zgarayotgan mol to'xtab qoladi. O'zgarmayapti molim deb yuraverasiz-da. Shuning uchun mana shu 4 ta molni 5 oy 6 oy baqsiz, ashinga yetadigan darajada hammasini olib qo'yish kerak. Bu hozir quruq massa, yemi endi silyos. Ha, bundan bir mahaliga hozirgi ko'tarayotgan holati 2,5 kilo. Bir mahaliga. Mollarimiz 450 kilodan baland. 450 kilodan tepasi, tribasiga 2,5 kilodan 5 kilo bir kunda bitta mol yeydi. Hozir shuni. Shuni 3 kiloga olib chiqishimiz kerak. 3 kilo qilsa ichi o'tib ketib qolyapti. Hozir endi sekin-sekin ko'taryapmiz-da. Oz-ozdan ko'tarib, hozir 2,5 kiloga chiqqan bu. Yem xudo xolasa. Endi mana keling. Mana paxta. Mana, zatillo? Bu paxta. Bitta molga bir kunda mana mashincha yeydi. 400 gram yarim kilo atrofida. Bundan yeydi. Qornini to'q tutishiga bu narsa. Buni mana uning ichida hozir sizga men ko'rsata olmayman. Eng zo'r yo'li mashina ichida chigitni mang'izlari bor-da, mayda-mayda. Mana ularning ichida. Ko'rinyaptimi? Mana bu mang'izni ko'ryapsizmi? Mana shu chigitni mang'izi mana. Manaqalari bor. Bu ham xudo xolasa zo'r. Semirtirishga ham foyda bo'ladi. O'lchab beriladi. Qurollarimiz ham yo'qimiz bor. Bu asha ana yemimizdagi tayyor aralashmamiz. Mana shu idishga mana solib olamiz. Chiroyli holatda. Ha, chiroyli holatda xudo xolasa aralashadi. Keyin har kuni har yemga buni droja. O'zimizni xamirlarga solinadigan oddiy shu droja. Shu 2 qoshiq mana shu drojadan. 2 qoshiq. Mana chayna soda. Bu ham hali ishtahasiga foydasi bor. Buni qorinni to'q tutadi. Ishadi-da. Ishadi qorinda. Buni yemlar sal ko'payadi. Bu ashlaqa beradi. Buni hazm qilishda yaxshi qiladi. Hazm qilishda yaxshi qiladi. Keyin mana kichkina qoshiqimiz bor. 2 qoshiq droja qo'shiladi. Buni hadam ham qo'shmaymiz. Shu bir haftada bir qo'shamiz. Bitta ba'zi, bir qoshiq. Har mahaliga. Vitaminlari hamma yo'g'i bor. Mana shu bir qoshiq mana shundan bir qoshiq to'la mana shuni qo'shib yemiga toshbol topdi. Ha, bilmayman uni kim chiqargan. Ha, mana shundan beramiz. Silos ham? Silos. Mana shunday hovuchda 2 hovuch yeydi. Ozmasmi? Mana shu yetadi. 2 hovuch silos, 1 hovuch paxta, 2,5 kilo un, mana somon bilan buni ustida yer yong'oq tayyor. Buni aralashtirib shunday solamiz. Ha, shunday solamiz. Hasha hisobida hashaga yer yong'oq beraveramiz. Buni kavush qaytargan boshqaga somon beramiz. Bu go'shtdorligini oshiradi, yog'larini teradi. Arpa ham xuddi shunaqa. Arpa yegan mol go'shti xudo xolasa yog'siz chiqadi. Yog'siz chiqadi. Men bitta ma'lumotni ham eshitganman, shu hazm qiluvchi bakteriyalar bo'lar ekanda, mollar, hayvonlarda oshqozonida.
somon, shunga o'xshagan narsalar bakteriyalarning ko'payishiga sabab bo'lar ekanda. Bakteriyalar qancha ko'p bo'lsa, oshqozonni ishlashi, hazm qilishi yaxshilanar ekan. Hashar berish kerak, albatta hayvonga hashar berish kerak. Albatta berish kerak. Somon haligi nima deydi? Yog'ni teradi. Siz aytmoqchi, doimiy kavush qaytarib turadi mol. Kavush qaytarib turgan mol hazm sistemasi zo'r bo'ladi. Bu narsa. Endi bu narsalar vitamin. Bu narsalar sog'lik uchun-da endi masalan, haligi kerakli narsani biz nimani yegimiz kelgan bilamiz. Endi bu ashi kerakli narsalar bu yetkazib beradi. Bular yetishmagan narsani. Bu endi droja, bu qorinni to'q tutgani bu narsalar qo'shiladi xudo xolasa. Bu endi haligi qo'yda ham, molda ham bu narsalar sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan, yana tajriba bu. Aha. Xudo xolasa bir oydan keyin qo'yamiz degan edik. Mollarimiz o'zgarishini ko'rsatib, balki mollar olinganda tortilgan-a? Tortilgan hammasi xudo xolasa. Bir oydan keyin rasa mana shu keyingi oyda xudo xolasa 20-chilarga mana shu mollarni to'liq tiri veslari bilan qo'yamiz uka. Tortib, masalan, yo bo'lsa tortishni videolarini qilib iloji bo'lsa, olinganda necha kilo edi-yu, hozir necha kilo keldi, mana o'zgarishi qaysi darajada bo'ldi. Bo'p turib to'liq videosini qo'yamiz. Podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan ham qiziq xudo xolasa jarayonlarda qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar bizni. Podpishka qilinglar, layklarni bosinglar, kommentariyalarda savollar, masalan, izohlar bo'lsa, yo'llanglar. Pastda nomerimizni qo'yib qo'yamiz, Telegramimiz bor. Telegramdan yozsa ham bilganimizcha javob qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosishni esdan chiqarmang.